Rashod Nuriy Guntekin turk yozuvchisi, dramaturg, tarjimon va adabiyotshunos. Istanbul universitetini tugatgan. Dastlabki asarlari Xanjar, Sirli qo'l va boshqalar. Kitoblari jamiyatiga xos illatlarni fosh etadigan asarlardan iborat. Yozuvchining mashhur asarlaridan biri Choliqushi romanida turk qishloqlarining yorqin manzarasi chizilgan. Asar qahramonlari hayoti, sarguzashtlari tasvirlangan. Tamg'a, Shafqat qiling, Yashil tun, Xazon rezgi romanlarida zamonasining o'tkir ijtimoiy masalalari, inson va jamiyat yashashning ma'nosi kabi muammolarni ko'tarib chiqadi. Guntekin roman, hikoyalar to'plami, qator pyesalar yozgan. 24 jildli asarlar to'plami nashr etilgan. U Lev Tolstoy monografiyasi muallifidir. Guntekin asarlari ko'p tillarga tarjima qilingan. Choliqushi va boshqa romanlari o'zbek tilida nashr etilgan.